Assalomu alaykum. Sizlardan Garaj 21 o'z. Bugun Matiz narxlarini ko'rib chiqamiz. ...2010-yilgi ajoyib bir Matizimiz. Metallarigacha bor, motorlari ham yaxshi, sassanas, umuman hech qanaqa yedirilgan, hadovlar ketgan joylari yo'q, hammasi yaxshigina turibdi, yaxshigina holatda saqlangan, yaxshigina haydalgan, motor saqlangan yaxshigina. Ko'rib turibsizlar. Balon holati mana o'zingiz baho berishingiz mumkin. O'zingiz balonning holatini videoda qanday ko'ryapsizlar, o'shani kommentariyaga yozib qoldiringlar. Xo'p, salonlar holati yaxshi edani, lyuks kansellargacha bor, qolgan tuning qilinmagan, o'zi qanday zavoddan qanday chiqqansa, xuddi shunaqada turibdi. Metallarni ko'rib turibsizlar, orqa tomonda ko'rinishlari, aytgancha kraska 100% toza, hech qanaqa joy kraska beton urilgan joylari yo'q. Xo'p, metalni 23-yil qo'yilgan, где-то 2 yil bo'ldi. Narxini 50 million dedilar, 49 ga bo'lsa beraman dedilar. Ne? Bombacha chiqarasiz? O'rgan payt. Hop, 2009-yilgi Matizimiz, kulrang rangda, motorlari yaxshi, hadoviy bo'lgan motorlar. Holatlari yaxshi, metallari bor. Ichini xarajat qilasizlar, balonlar holati yaxshi. Seslanasa ko'rib turganingizdek o'zingiz baho berasiz. Salon holati ham yaxshi, pultlari oddiy, unaqa bejga qo'yib qo'ymagan, uncha o'zgartirish kiritilmagan. Orqa tomondan ko'rishlari aytgancha bir 10-15% petnoy bo'lgan, kraska yegan. 50% kraska bo'lgan joyi bor. Xo'p, narxini 43 million deyaptilar, 40 million bo'lsa beraveraman dedilar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer yozib qoldirib, shu nomerlarga telefon qilib murojaat qilishingiz mumkin. Yili 2010-yil, motorlar yaxshi holatda turibdi, metallarigacha bor, umuman hech qanaqa o'zgartirish kiritilmagan. Vaholanki kraskasi 100% yegan, chunki sarf qilingan. Boshqa problema joylari yo'q, balonlar holati ham ko'rib turganingizdek yaxshigina turibdi. Salonlar holati ham ortiqcha o'zgartirishlar kiritilmagan, o'zi qanday bo'lsa o'shanday holatda turibdi, yaxshi saqlangan turibdi. Chexollarni qo'yibdilar. Orqa tomonda ko'rishingiz mumkin. Shu keyin umuman urilgan joylari yo'q, ammo o'tirib zanglagan joylari bor ekan, zanglagan joylari bor. Shu boshqa aytaylik, deyarli boshqa narsalari yo'q, unaqa o'zgartirishlar qilinmagan. Narxini beparasiz. Narxini 30 million dedilar, 28-29 larga beraveradi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastga nomer yozib qoldiramiz, shu nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. Ko'rib turganlaringizdek 2010-yilgi sariq Matizimiz, bond xarajatlar qilinmagan, o'sha umuman olib shunday minishingiz kerak. Boshqa xarajat qilmagan, hamma narsa o'zlari taxlab qo'yibdilar, sizlarga minadigan qilib moslab qo'yibdilar. Metallarigacha bor, ammo holati yaxshi. Moy yemaydi ekan. Yo'q. Moy yemaydi, motorlar moy yemaydi, shuni chotga turibdi. Balonlar holatini ham ko'rish, chunki o'ratganlarga yaqin bo'lgan, где-то shu 1-2 oy bo'lgan, adashmasam, uncha ko'p bo'lmagan. Urilib tortilgan joylari yo'q. Salonlar holati ideal turibdi, unaqa o'zgartirish va qo'shimcha narsalar qilinmagan, hammasi chotga saqlangan, yaxshisida turibdi. Orqa tomonda ko'rishlaringiz, shunaqa o'ldirib, bironta joy churigan, shunaqa joylari yo'q. Narxini 35 dedilar, 34 larga bera olaman dedilar. Kimga qiziqadigan bo'lsa, pastga nomer yozib qoldiramiz, shu nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. Sizlar uchun 2015-yilgi shikarni Matizcha, metallarigacha bor, fonni, motorlari ham chotga moy yemaydi, yaxshigina holatda turibdi. Nima deydik? Sveji deydik. Maslagina normal turibdi, olib haydashingiz kerak. Balonlarga kelamiz. Balonlar holati ham yaxshigina turibdi, unaqa charchagan joyi yo'q. Biz ko'rib turganlaringizni xulosa beraman. Salonlar holati ham zo'r tuning qilingan, alohida qilib, aytgancha konditsionerlari ham bor, maza qilib haydab, salqingan yurasizlar. Ochamiz, o'zi salqin bo'lib, qishda havosi kirib kelyapti. Orqa tomondan ko'rinishlari, kraskaga keladigan bo'lsak, mana shu joylari petno bo'lgan ekan, где-то necha foizga to'g'ri keladi, 3-5% ga to'g'ri kelsa kerak. Mana shu joylari petno bo'lgan ekan. Qolgan hech qanaqa yomon joyi, qurilgan, tortilgan joylari yo'q. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 50 dedilar, 49 larga beraman dedilar. Shu, agar kimgadir yoqadigan bo'lsa, har doim kabi murojaat qilishingiz mumkin. Aytgancha, like bilan obro' bosishni unutmanglar. Kommentariyga yozib qo'yinglar har nima.